Davlatimiz rahbari mamlakatimizda iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash yuzasidan bergan topshiriqlarda hududlarda oilaviy tadbirkorlik dasturi qamrovini 1,5 barobarga oshirish, mahallalarda xonadonbay ishlash va ularga moliyaviy paketlar ajratish ko'lamini oshirish lozimligini ta'kidlagan bo'lib, ayni borada uychi tajribasi amaldagi imkoniyatlarni namoyon etmoqda. Kambag'allikni qisqartirish, tomorqadan samarali foydalanish, oilalar daromadini orttirish bo'yicha yangi tajribalar yuzaga kelmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Uychi tumanida joriy yilgi xatlov natijalariga ko'ra 56 ta mahalladagi mavjud xonadonlarda 1961 gektar tomorqa maydoni aniqlangan. Ulardagi issiqxonalarda hozirda pomidor, bodring, sarimsoq, bulg'or qalampiri yetishtirilmoqda. 19.2 gektar maydondagi aholi xonadonlaridagi mavjud 634 ta issiqxonada pomidor, bodring, limon va turli sabzavotlar ekilgan bo'lib, aholi daromadini ta'minlayapti. Boyag'on mahallasida 4318 nafar aholi bo'lib, 15 gektar tomorqaga ega. Bugun qaysi xonadonga kirmang, har qarich yerdan daromad topayotganiga guvoh bo'lasiz. Mashrapovlar xonadonidagi mana bu manzara fikrimizga isbot. 2 sotixli tomorqada 2 ta issiqxona tashkil etilib, pomidor va bodring yetishtirilmoqda. Sabzavot, rezavor, sarimsoq, kartoshka, piyoz, umuman ro'zg'or qozoniga tushadigan mahsulotlar ham kaftdekina yerda yetishtiriladi. Osimovlar oilasida esa 30 million so'm bank krediti evaziga 12 ta qoramol berildi. Chorva hayvonlarini parvarishlash orqali anchayin daromadga erishilyapti. 50 dan ortiq fuqaroga 2024-2025 yillar oralig'ida 810 million imtiyozli kredit berdik. Biz asosan mahalla drayverimiz dehqonchilik, chorvachilik, kichik sanoatlashgan mahalla hisoblanadi. Bizda endi tikuvchilikka keladigan bo'lsak, 16 ta tikuvchilik sexi bor. Har bittasi o'zini xonadonida tashkil qilgan. Bu tikuvchilik sexlarida 5 tadan 30 tagacha xotin-qizlar bandligi ta'minlangan. Boyag'on mahallasida 85 ta issiqxona mavjud. Bu yerda asosan aholi pomidor, bodring, rezavorlar yetishtiradi. 2025-yil davomida kambag'allik reyestriga 46 nafar fuqaroni oldik. Bulardan 15 nafarini imtiyozli kredit berish, ish bilan band qilish orqali bularni kambag'allik reyestridan chiqarildi. Bugun odamlarning fikri o'zgardi. Oila farovonligi, ro'zg'orga daromad olib kiradigan ko'plab faoliyat turlari joriy qilindi. Bu boradagi tajribalar esa mahalla yettiligining amaliy ko'magi, tushuntirish ishlari natijasida keng quloch yozmoqda. Oilaviy tadbirkorlik rivojlanib, bu boradagi faoliyatga sidqidildan yondoshilyapti. Muqaddam Haydaraaliyevaga 10 million so'm bank krediti asosida qo'shimcha jihozlar olib berildi. Bugun u mahalladagi 5 nafar ishsiz xotin-qizlar bandligini ta'minlab, usta shogird yo'nalishida qizlarga hunar o'rgatmoqda. Imkoniyat, izlanish va samara bugun mahallada oilaviy tadbirkorlar safini kengaytiryapti. Nozimjon Xotamov xonadonida tadbirkorligini boshlab, bugun 30 dan ortiq mahalla ayollari bandligini ta'minlagan holda mahsulot eksportini ham yo'lga qo'ydi. Mahallada bo'sh yurgan xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash maqsadida u yerda ko'chirib keldik. Shu mahalladan 30 dan oshiq xotin-qizlarni ish bilan ta'minladik. Asosan erkaklarni trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqazamiz. Oyiga 30 mingta, 20 mingta ishlab chiqazamiz. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga eksport qilamiz. Joy o'zimizniki, mashinalari o'zimizniki. Bu yerga ishlayotgan xotin-qizlarga oylik maoshlarini o'z vaqtida beryapmiz. Bugun ushbu mahalladagi 30 dan ortiq xonadonda tikuvchilik mahsulotlari tayyorlanib, oilalar daromadi ortmoqda. Uychi tajribasi, ya'ni biznes bilan shug'ullanish istagidagi aholi bilan manzilli ishlash xonadonlarda o'z samarasini ko'rsatmoqda. O'tgan yili tumanda kambag'allik darajasi 10% dan 6,5% ga pasaygan edi. Joriy yilda ayni boradagi sa'y-harakatlar hisobiga bu ko'rsatkichni 4,5% ga tushirish maqsad qilingan.